Esankam shuna gapni deb berganda, Sanayi neticede işliğe vaktimizde o yolda çıkan bu kaptı dep bir o yolda geldik de kömür kalıp o yolda ne sert o yolda. Şununla oyun tükendikken turup ki zikri etmekte turupsuz bu dese zikri ki o birini koraysam cildin kokuvatına. Nime? O birini koraysam cildin kokuvatına depti ki cild sizden kokmasa siz cildin herkes kokma. Kokuganda kop ketkendikken kim buludu dep sorutte kömürkallıkta ismi şehrinke desem va hayatının takı keçip ketkençilik var ki. 120 yoshga kirgan bir buvay aka deb ma'lumdan ko'rib-ko'rib cho'nglarni bir yo'qlash kerak deb uzun umr ko'rgan buvay aka deb izlab bordim. Basam bir necha buvaylar o'tiribdi, mayda ularning ahvol so'rashgandan keyin so'rdim. Ben balam 70 yaş, 75 yaş, 80 yaş. Böyle 120 yaş yok. Sokulda Dağıtakım diye adam 120 yaş kırdı. Aşağı gibi adam. Dedim. Basam oturibdi asaya qo'yib ishqalida. Assalomu alaykum buva. 120 yosh kiryapsiz. Ve aleyküm esselam. Kırıvaldım. Teşekkür. Yolg'iz o'tirib ketibsiz bu. Yolg'iz o'tirmay qanday qilma. Tan kuchlerim bo'lmasa. Buva pastda bir necha buvaylar o'tirdi. Chiqash buvaylar bilan parangisib mo'ntish o'rtasida uzmamdi o'sa. Lemba 70-80 yaş kuşak valarının arsızı bana. Shunda bexil bir odam bor ekanda. Uyga mehmon taqasi kelmaydi, bir kun tuyuqsiz bir mehmon kelib qoldi. Hopla, qanday qilaman dedi. Ey bolam makagni. Bir mehmon kelib qoldi, chiqim bo'ldigan bo'ldi ham dedi. Maqsulga yarim kilo go'shakagni bola tozistagi bexil bor ekanda. So'ng yarim soatdan qaytib keldi. Yo'q qarab, "Voy bolam, go'sh ekemassan dedi. Voy dada, qassobning qichig'i olgandim. Qasam yaxshi go'sh yeringsam, qaymoqda go'sh yeray dedi. Voy bo'ldilar, qaymoqlamayman bu deb. Qaymoqchining qichig'i olsam, sonra asalda qaymoq yeray dedi. Voy nem qilmadi, undan asal olay deb. Asalchining qichig'i oldimda, yaxshi asaldan beringsam, suvdek suzuk asal yeray dedi. Su bizni uydan batırsa da beni geldim satakulda ufuruk der. Yok dada, mehman kip ayrılınsıp kırketkenlikini men kip ağam bu? Ticaretçi, Örümcü Bankası'nın 5 mevsim yaptı. 5 mevsimga bir haftalikka 15 so'm pul olib beribmiz yani. Mayli 15 milyonlar. Görevini mi koysa ki maşinamni qo'yib qo'yay deb, mashinasi görev qo'yib qo'ydi. Bir haftadan keyin qaytib kelib pul neydi öyle debdi. Bir haftalikka 5 mevsim 15 so'm debdi. Mayli ma kar neydi debdi. Qoni shunda so'rib. Voy unchada ammasizlik bo'ladi ekan bu 5 mevsim. Mana 1 milliondek pulingiz bor ekan qo'z. Voy ukam. Ammasammi bo'ladi. Biroq ma Urumchida 15 so'mga bir hafta mashina saqlaydigan yani faqat topolmadim dedi. Bir ayol qattiq yasinibdi-da, garam deganni qilib kirpning tepiga kirp degan chaplab qattiq yasinib, shunda hozir chiqib qolsa, bir oshxonaning oldida bir shotut voka esiqliq. Shotut, "Hey ayol!" debdi. Kimdir deb yana ketqas. "Hey ayol!" deb shunda qolsin. Sen nem degen sat ayol debdi. Shunda to'y 5 yilga manga deb desa 60 kelib qopti, 60 chiqdi, ish kelib qopti. İşten qaytib yana o'tib ketib qolsa, heri qashqandan oladi. "Hey ayol!" debdi. "Nima? Sen nem degen sat ayol debdi. Neri so'rab, "Voy 5 yilga qanday berib, yulib bir etga dumlab oyoq ketdi, shotib kelmasa, berib dassaydi shu oshpazlar tutibdi. Voy 5 yilga aytgan, nem deb men tillaydim, men tillaydigan nima yo'li bor? Bo'yni yuluydiman, chiqibni yuluydiman, xolatini yuluydiman. Kim vaqti buni?" debdi. Yarim soat jidalqdi. "Voy xapimman shotibdan o'tibdi, kichik emasmi?" deb böyle xo'jayinlar bu ayolni xapimman adilab yo'lsa qilibdi. Atiganda bu ayolni ish qilmagan bu. Mangandikin böyle shotib "Hey xotin!" debdi. "Nem deysan? Bunday qilib bo'lsa ku?" Qashqarda bir mollam endi jamoatning orasida o'tirib gap qo'yib qoldi. Shuning bilan bu gap uchun ham qarab ketdi. Qarab ketgandan keyin
Keteyçi. Ben ufak gitti bunda. Oğuz'a ketip. Ketip, önüne balçaklı olup 10 yıl iş gitti. 10 yıldan keyin bir sayat çıkarlarla uçuruşup koptu. Vay siz yo'qolib ketdi degandan keyin, voy shu yurtga baray desam, iliq ish bor, shuni borammidim desa. Sen nima shuni o'ylab yuramda? Ketaverasizlar, 10 yil o'tib ketib, unutib qoldi hozir. Degan bir xotirjam juftlarni ilib berib, malning to'qmishib qarasa bir kishi bor o'ynab qoldi. Ay, shuni so'rab boqay deb. Bolam sen nechinchi yil tug'ilgan desa, bizning malda İsmail Ağa'nda biz mollam o'zrab qo'yib, shurdagi tug'ilib kelgan. Yaş kişiripse, dağıttan gipini. Sal mansa 14 yaş, 13 yaşında bala oynayıp kaldı. Balam sen kaçan tuğulgan? Ne tuğulup 5 yıldayken biz mollam o'zrab qo'yibdi. Mana dağıttan gipini. 14 kişiripse, ne o işini kılmakamsam, işini bilmey jürem teke. Ketey bo'ldi deb, ayağımı telefon yaptı. Çırr telefon. Hey, assalamu alaykum. Ve aleyküm assalam. Hey, bağdığınız mı kaçtayga? Haytayda atına. Onunda ben şunu yiyişimiz içtik. Her seni kışımız unuttu mu? Nerede unuttuydu? Kalender kılıp işi